Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana Andijon avtomobil bozoridan syomkalarimizni qilganmiz. Bu qismga azizlar qo'ldan kelgancha Lacetti Bru 8 Bru 6 lardan syomka qildik. Mexanika, avtomat, yili yangi, eski har xillaridan bor video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishda kanalimizda mehmonlar, albatta obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yili bilan nomini yozib qoldiringlar. 2011 dan boshladik, 3-paysi avtomat korobka. Qancha yurdi bu? Xo'p, yurgani ozidan ekan, 147 ming kilometr bosib o'tgan, ABS konditsioner, gazlari bor. Metana? Ha, metan. 147 ming yurgan, motor ходовой korobkasi qanaqa? Yaxshi, tezroq. 3 ta avtomat ha bu. Ko'pchilik 3-paysini mexanika qilib qo'yadi, shu sababdan so'rab ketyapman, lekin o'zi 3-paysi avtomatligini hamma biladi. Chexollar yaxshilardan taqib qo'yilgan, kovriklari bor, linoleum qilingan. Orqa salonlarni ko'ringlar mana, tonirovkalar tortilgan. 100 talik temir metan gaz, zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. Xo'p, Lacetti Bru 8 da 3-paysasini avtomat korobkasini so'raganlarga 2011 147 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi aka bitta krilo bilan bitta sapacha bo'ladi. Xo'p, bitta krilo to'liq sepilgan, plus bitta sapacha bo'ladi. Necha pul narxi? 6200. 6200 dan kamini qilib berasizlar. Qilib beramiz aka. Bermaganinglar bo'lmadimi aka buni? Ha. Ha, bo'ldi, bermaganini tushunarli bo'ldi. Nasiya barter yo'llari-chi? Bor, bank qilib beramiz aka. Bank qilib beriladi. Hujjatlari keyin bo'ladimi? Bo'ladi aka. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 93 425 425 1205. 1205 bozoringiz bersan aka. Xo'p, akadan so'radim, bermaganini aytmay qo'yaveray, bari bu narx yo'q narx deyapti. Shu sababdan bermaganini so'ramay ketaveramiz endi. 2011 3-paysa 147 ming yurgan, bitta detal to'liq, bittasida petno bor. Aloqaga chiqaverasizlar. 6200 kami bor. Lacetti Bru 8 qatoridan davom etamiz. 2011 navbatdagi Lacetti'miz. 2-paysi ha bu? 1-2 qilingan. 1-2 qilingan. Rasxod yo'q motor? Yo'q. ABS konditsioneri, metan gazlari bor. Yurganichi? Yurgani 361 ming yurgan, balonlari mana yaxshi holatda. Salon holatlari 1-paysidan 2 qilingan ekan bu. Endi qo'ldan kelgancha ko'rsatib beryapmiz. Gazi 100 talikmi aka? 80 talik. Zapas balon, pol holat. Yopmay qo'yamiz. 2011 Bru 8 1-paysi 2 qilingan. Yurgani 360 ming dedingizmi? Kraskasi qanaqa? Kraskasi bagaj almashgan. Hop, Sepilgan yangiga. Kriloda yarim. hop. Shoku tomon kriloda qo'yilgan. Bo'l. Nech pul narxi aka? Narxi 5800 deyapmiz, o'tib beramiz. 5800 dollardan kami bor. Bermaganingiz ham bo'lgandir aka, sir bo'lmasa. 5200 ga beramiz. 5200 dollargacha pul ko'rdi. Xo'p, nasiya barter yo'llari-chi? Damasga barter qilinadi kelishilgan. Generalniy davenis bo'lan? Menda imkoniyat bor, yangi o'tkazib beraman. Lekin imkon qadar nomiyaga o'tkazib olganingda har tomonlama, har tomon ikkala tarafga ham ma'qul. Telefon nomeringiz? 33lik 33lik 998 998 26 26 raqamiga aloqaga chiqasizlar raislar. Lacetti Bru 6 ishqibozlar uchun navbatdagi Lacetti'miz 2013. Qancha yurdi bu? 286 ming. 286 ming yurgan Bru 6, ABS konditsioneri, metan gazlari bor. Xo'p, bu 286 ming yurdi, motor ходовой korobkasi. Unda yo'q zo'r. Konditsioner yuklariga ishlaydi. Konditsioner lyuklarga ishlaydi. Lacetti'da oxirgi chiqqanlaridan lyuklari bor. 3-paysi avtomat korobka. Xo'p. Orqa salonlari, tonirovkalar tortib qo'yilgan. Orqasi qolib boradi. Ha, bo'ldi. Zaynat. Hamma yo'g'i bor. Gazi qanaqa edi? Gazi 100 talik, metani bor. Zapaska dampirator. Yurgani qancha edi? 286. 286 ming yurgan, 2013 Bru 6 Avtomat. avtomat. Kraskasi? Kraskasi ikkita petnosi bor. Bir qarashdan kattaroq. Xolosmi? Xolos, bunaqa bitta detalda poni kraska degan oldi orqalari pechadi. Ikkita eshikni tagi bilan orqa kriloda bir qarashdan kattaroq petnosi bor. Bo'ldi. Nech pul narxi? 7,5 ming dollar. 7,5 ming dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka bunisini? Bunga bunaqa demaydi. Faqat naqd pulga sotiladi ya. Pulga sotamiz. Generalniy chiqqan? Chiqadi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 140 140 0490. 0490 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2013 navbatdagi Lacetti Bru 8imiz. Nechinchi paysi? 1-2 qilingan. 1-paysi 2 qilingan. Yurgani qancha?
degani 260 ming yurgan. 260 ming yurgan ABS konditsioner metan gazlari bor. Motor ходовой коробкasi qanaqa? Zo'r aka, xudo Zo'r. xohlasa. Balonlarni ko'ringlar. Xo'p. Shumka bormi? Bor. Shumka bor. Salon holatlari. Mashina birinchi paytda 2 qilingan ekan, kovriklari bor, linoleum qilinmagan, chexollari yaxshi holatda desak ham bo'laveradi. Orqa salonlari 100 talik temir metan gaz, zapasi baloni bor, pol holatlari, zavod holatda. 2013 1.8 birinchi paytda 2 qilingan, 260 ming yurgan, 20 sm petnosi bor deyapsan. Qayerda u? Orqa. Bagaj. Bagajda. Nech pul narxi aka? 7000 kami bor. 7000 dollar kami bor. Bermaganingiz ham bo'lgandir aka, sir bo'lmasa. Ha, bermadi aka, bermadi. Bo'ldi, tushunarli. Nasiya barter yo'llarichi? Batirlar bor aka, Lacetti'larga. Yili eskiroq, kraskasi ko'proq bo'lsa ham polaverasizmi? Kelishilgan holda. Bo'ldi. Yilni yangilayman degan odam bo'lsa Lacetti'sini yoki birorta Nexia'mi bir Lacetti'ga minaman degan odam bo'lsa, aloqaga chiqib, xullas nima mashinalar bo'lsa aytib ko'raversin aka, telefon qilib shunaqa holat tushuntirib. Nomeringiz 93lik 93lik 425 425 1205. 1205 2013 260 ming yurgan 1.8 birinchi paysi 2 qilingan. Xo'p, yil nechi buni? 2013 da 1.8 ha? Qancha yurdi bu? 176 ming. Xo'p, 176 ming yurgan ABS konditsioner 4-pakeleniya propanmi? Metan. Metan pakeleniya lekin. Pakeli, 4-pakeleni metan. 4-pakeleniya metan. Motor ходовой коробkalari? Yo'g'i zo'r. Hamma o'zi balonlarni ko'rdik. Qanchaga bo'lsa biz beramiz. Bo'ldi. Salon holatlari. Mana azizlar, endi mashinalarni, ayrim mashinalarni mana bozorda turibdi, qayta syomka qilyapmiz. Chiqqanmi endi iloji yo'q. Bozorda ham shu mashinalardan boshqa mashina yo'q. Endi ko'rmagan odamlar ko'rib savdo qilib olaveradi. Balkim narxi o'zgarib qolgandir, balkim variantga beradi. Qo'ldan kelgancha syomkalar qilyapmiz ochig'i. Lekin eski video emas, yangi chiqib qaytadan syomka qilib mana qo'yyapmiz. Xo'p, yurgani qancha edi? 176. 176 ming yurgan 2013. Birinchi paytsi. Birinchi pozitsiya. Kraskasi Ikkita oldi kirilo bilan mana Mercedes'da mashina petnosi bor, xolos. u oldi kirilllar uslularga o'tmagan. Yo'q, просто Yuzakan- kirilo o'zini ustida. Ichki qarashdan kattaroq petnosi bor, xolos. Bo'ldi. Narxi necha pul berasiz? Narxini sizni kanalingizdan 7300 dan o'tib beraman. Bugungi 7300 bozorga dan qaytarib berasiz. ministrdan maza qilib. Bo'ldi. Nasiyaga bermaysizmi? Yo'q, narxga beramiz. Xo'p. Generalni chiqami? Chiqadi. Mashinaga barter bor, ha? Bor. Yaxshi mashinalaringlar, Lacetti'lar bo'lsa olaveramiz yaxshi pullarga. Bo'ldi. Telefon nomeringiz 90lik 90lik 140 0490. 140 04 90 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi Lacetti 1.8imiz ham Gentra qilingan. Yangi chiqqan ranglardan shu Kinda bloga o'xshab qilingan ekan. Ko'zi bosilgan. 1.8 ABS konditsioner. Propan metanmi? Propan metanmi? Metan. Metan. Bu Kinda blomidir, ha? Yo Darkman blomi bu? Darkman ekan bu. Ochroq Kinda blo. Xo'p, ichki holatlari yangi chexol taqilgan. Buni yurgani ma'lummi? Yurgani. Yurgani 575. 560 ming yurgan. 576 ming yuribdi. 576 ming yurgan, mana 100 talik temir metan. Kuzov bosilgan ekan. 2011 ga 23 ha? 23 kuzov bosilgan, detallari sepilgan. Ha, detallar sepilgan, tom orqa kiraylar toza, qolganiga sepilgan. Hozir shu turishda motor rasod qilmaydimi? Ходовой коробkalari. Necha pul narxi? 6 ming kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Xo'p, nasiya barter imkoniyatlari. Naqd pul, ancha pul yengan. Bo'ldi. Hujjatlari generalniz ham Endi iloji boricha o'tkazib olgani ma'qul, endi generalni beraveradi. telefon raqamingiz 90lik 90lik 206 206 25 25 17. 17 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2011 navbatdagisi. Yurgani 260 ming dedingizmi? 260 ming yurgan. Nechinchi paysi? Ikkinchi paysi 260 ming yurgan. Propanmi? Propan aka. ABS konditsioner bor. Xudo xohlasa. Motor ходовой коробkasi. Kanalga pulyon quyib olsa ishlaveradi. Hamma narsasi o'rnidami konditsionerda? Narsa o'rnida, xudo xohlasa. Moshina. Ikkinchi paysi ekani. Ikkimi birmi bu? Ikki. Kapot ochilmayapti. Ochilmayaptimi? Gazi qanaqa, tabletkami yo? Kapsuladanmi? Kapsulada. Bo'ldi. 2011 ikkinchi paysi 260 ming yurgan 1.8. Kraskasi Kraska tikrila
ikkita sapachok, nari eshikni mo'lni pastida rixtovkasi bor. Orqa Bo'ldi. eshik. Ikkita sapachogi sepilgan, narigi eshikni pastida rixtovka, bitta krilo to'g'ri sepilgan. Nari tomon mashina rixtovkasi. Bo'ldi, tushunarli. Necha pul narxi aka? Aka siz obunalaringizga aka, biz 6,5 aytilyapti. Xo'p, 6300 dan o'tib beraman. 6300 dan kamini qilib berasiz. Qilib beraman. Nasiya barter imkoniyatlari-chi aka? Barter yo'q. Nasiya o'zaro savdo bor. Kelishiladi. Kelishiladi. Bank bor. Hujjatlari-chi? Generalni ukamda. Chiqaveradi. Chiqaveradi. Liboda bir marta chiqadi. Bo'ldi, telefon raqamingiz? 93lik 93lik 478 478 05 05 50. 50 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 193 mi yurgan? 2011 navbatdagi Lacetti 1.8 imiz 193 mi yurgan, birinchi pozitsiyada yangi archa balon qo'yib qo'yilibdi. Bu qanaqa diska, Gentrami? Ha, Gentra. Motor asfalt qilmaydimi? Rasxodlari yo'q, korobka motor zo'r. Korobka motor zo'r. Konditsionerlargacha ishlaydi. Konditsionerga ishlaydi, metan gazi bor. Ходовой korobkasi-chi? Hamma yo'g'i zo'r. Hamma yo'g'i zo'r. Salon holatlari, mashina mana birinchi pozitsiyada, chexollari yangi, kovri bor, linon qilingan. Ichki holatlarni bitta ko'ringlar mana. Gaza temiri, ustalik temir ochmay qo'ying bo'ldi aka. Zapas balonlari bor. Hamma damkilar turishlargacha bizdan. 11 a? 11. 193 mi yurgan, kraskasi top-toza. 193 mi yurgan, 193 mi yurgan 2011 qop-qora toza birinchi pozitsiya. Endi birinchi pozitsiyada ham hamma narsasi bo'ladi. Lacetti ishqibozlari o'zingizlar bilasizlar, ya'ni ABS konditsionerlari. Aka, yaqin qilib necha pulga berasiz? 7,5 mingdan o'tib beraman. 7,5 mingga bugun bermadim deyapti. 7 minggacha pul ko'ring. Bermadim. 7 mingga qo'shganga berasizmi aka? Shunga tepasi yursa beraman. Bo'ldi. Nasiya barter yo'llari-chi? Naqqa beraman. Faqat naqd pulga. Savdo bo'lib turibdi, chunki bu 7 mingga savdo bo'lib turibdi. Bermayapti. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 140 140 0490. 0490. Gench ham Chiqadi. aloqaga chiqaverasizlar azizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz azizlar. 2010-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Lacetti'miz. Nechinchi pozitsiya? 10. Birinchi pozitsiya. Xo'p. ABS konditsioner, metan gazlari bor. Lacettida 10-pozitsiyasi chiqdi, demak keyin. Bo'ldi. Shumka bor, ha? Malibu sidinami? Malibu bir sidinasi qo'yilgan. Ha, yo, turaversin aka, u eshitilmagani ayb emas u. Orqasini ko'rsatmay qo'yamiz. Xo'p, gaza temir, ha? Qo'llari mana. 2010 yurgani qancha edi buni? 257 ming kilometr bosib o'tgan 2010. Kraskasi qanaqa? Bitta to'ladidan ikkita betni. Bitta to'liq, ikkita petno. Necha pul narxi? 5,5 mingdan o'tib beraman. 5500 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? 48. 4800 dollargacha pul ko'ribdi. Endi hisobinglar chiqsa, shunga qarab aloqaga chiqaverasizlar. Nasiya barter yo'llari-chi? Kelishiladi. Generalniy doверенность bo'lan O'zimda. qilib beraverasiz. Bo'ldi, telefon raqamingiz? 93lik 478 05 478 05 50. Aloqaga chiqaverasizlar. 257 ming yurgan 2010 ikkinchi pozitsiya. Xo'p, azizlar, tayyor Gentra qilingan Lacetti 1.8 so'raganlarga 2008 navbatdagi Lacetti'miz. Yurgani qancha buni? Uni yurgani 288 ming. 288 ming yurgan ekan, rasxoti yo'q. Bunda konditsioner bormi? ABS konditsioner bor. Propanmi gazi? Motor ходовой korobkasi qanaqa? Ishi yo'q. Gentran diskasi ham qo'yilgan ekan bunga. Monitor qo'yilgan ekan. Bitta pasportga 10 million so'mdan beriladi. Salonlari. Bu faqat vatoni biznesda kelinglar. 48 talik propan gaz. 2008 1.8 280 million. Kraskasi qanaqa bu? Buni Ponni GBO'ga chiqartirganman. GBO Gentrani yangi rangi. Xo'p, suvagi butunmi? Necha pul narxi aka? Buni 5300 dollarga beraman. 5300 ga berasiz naqdda. Xo'p, 3000 ga bo'lsa bir 6 oygacha ham beraveraman. 6300 ga beraman 3000 ga bo'lsa. 3000 dollarga nasiya savdo chiqadi 6 oygacha. Savdo chiqaveradi. Naqd pulga olsa generalniy berasiz. Doверенность?
Beraman tabii. Bo'ldi, telefon nomeringiz. 90'lik 90'lik 700 700 71 77. 71 77 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Lacetti Bru 8 qatoridan davom etamiz. 2009 navbatdagi Lacetti'miz. Xo'p, qancha yurdi dedingiz? 375 ming kilometr bosib o'tgan. ABS konditsioneri, metan gazlari bor. Xo'p, motor ходовой korobkasi qanaqa? Zo'r, hamma yo'q. Zo'r. Balonlarni ko'ringlar. Xo'p, rasxoti yo'q ham mashinani. Salon holatlari. Shunday minadi. Bo'ldi. Ikkinchi paysi, linoleum qilingan chexollari o'rtacha holatda. Orqa salonlari tonirovkalar tortilgan. 100 talik temir metan gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatda. Yurganini qancha dedingiz? 375 mi yurgan 2009. 1.8 ikkinchi paysi ham birmi? Ikkinchi paysi. Kraskasi qanaqa? 30-40% bor. 30-40% bor. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q, uzari yo'q. Oldi ham butun ustilar yechilmagan. Bor. Nech pul narxi? 4800 don beramiz. 4800 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Yo'q, endi keldi. Xo'p, nasiya barter yo'llari-chi? Barter bor, nasiya yo'q. Nasiya yo'q. Hujjatlari-chi? Yenam chiqadi, nomiga to'g'radi. Bo'ldi, telefon raqamingiz. 93lik 93lik 788 788 56 65. 56 65 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar.